Aralı işledik maşina. Şu saptok ID'si eyletim dediğin qarindoshlarga ama 100 ming etrafida bir tal ID'si chiqib qoldi. Meningki bahasini men dedim. Lekin azan qimmatligini pinglachuk sil yozsizlarmi? Şu baha ya normal bo'pti ya azan bo'pti degandek pinglunni asli yozsizlar. Meningda pulisi muvofiq bo'pti deydigan bo'lib qolsanglar, endi yoza olsanglar, yozgancha yozamsanglar, shu alt raqam bilan shu qobilgisini jiqroq yo'llasanglar, azan bo'pti deb bilinglar. Shunami ya? Bo'lmay qilib qolsa sal azam bo'lmabdi deb shuni tushunib olsaqmi bo'ladi. Endi necha yillardan endi bir qimmat bir so'ragan mashinalar 150 mingdan 130 mingdan endi hozir endi men pulsini aytib muvofiq bo'lib ketdi mashinaniki. Mashina ichiga kelsak mana o'rindiqlar to'kli xram o'rindiq deymiz. O'rindiq ammo qiladi, qiziydi, suyidi degandek. Andan roll engine degandan odatdagi bir seplamalar usti to'nglik deymiz. Bu shu xilniki olisi. Çoğungan deymiz. Maşinin endi ben müşteri maşınlık ihtiyacı var. Qarindoshlarimiz olib qolsa, şuluk evatib qo'ysanlarmi bo'ladi, bo'lmasa o'zingizga lazım bo'lib qolsa, bir taldan yurak besib, o'njoq qulog'ach arim uchir qilib, kelib, edib, sinab setib olsanlarmi bo'ladi. Mashinaniki endi men musafirlarga 607 deydigan desekmi bo'ladi, 550 desekmi bo'ladi. Odatda bu 550 deb chiqadi. Lekin ekranda matilsak, ekrandan röntgen sistemasidan 607 deb chiqadi. Amaliyotda shu 550 deydiganlarimiz shu. Endi men o'zimning tushunchisini so'zlayman. Ma'noda emdalik X5 gap qolgan bo'lsam xato. Shu yana o'zing to'g'risini tushunib, tuzlab tushunib qilib olsanglar bo'ladi. Endi men qolgani haliqi siziq tunaydigan u ham bir iqtidor seplamalar to'liq chiqadi. Mashina 2021 ning mashinasi pulisini 100 ming etrafida bersak bo'ladi. Mana shunday mashinaga ehtiyojing bo'lib qolsa, har qachon kelib edib sinab setib olsang bo'ladi. Manda mashinaga ehtiyoji bor qarindoshlarim bo'lib qolsa, bunda yo'llab qo'ysanglar ko'rib baqsam bo'ladi. Meniki azan keyin qimmatken deydigan bahona sil qo'ysizlar. Men shu 100 ming etrafida dedim. Mashinaniki bo'lib suqlab almashgan X5 avvallari yo'q, lekin sirliq ayirib bor. Buni yonban-yonchi deb turolmayman. Sirliq ayirib ba deymiz, yo'qni yo'q deymiz. Unda olib qilib qolsam, mush mashinaning endi pinglachida o'rtoqlashsak bo'ladi, bahosini aşağı bir yezib baqsanglar manch pul bo'ladi deydiganlar. 80-90 ming yozdigan qarindoshlarimiz bor. O'ylig'idan oldin o'zinglar yezib baqsanglar bo'ladi. 110 ming yozgan bo'lib qolsa, 110 ming yozsanglar bo'ladi. Mushidan keyin de tokning yetish musafisini Muşuna eydavatkan qarindoshlarimiz mush mashina zodi manch kilometrgacha mang'alaydi, qishda manchilik, yozda manchilik mang'alaydi deb pinglachuk yezib qoldirib qo'ysanglar. Ama nechini mang'alaydi deb so'raydigan qarindoshlarimiz az emas, shu yerdan ko'rib foydalanasiz bo'ladi.